Hürmetli vatandaşlık davamlaştırmaz. Bugünkü saat 2019 yıl 12. ayının 12. günü hafta Perşembe. Yukarı leksiyona devam vatandaşlar. Avam Palata Asya Tinç Okyan Komitetinin reis şehrmen mındak görsetdi. Cungo Şinjan'da edip berip atkan bu bir meydan bastıra şerkte. Zorlaş karakterlik emgek sistemini işletivatkanlığını delillebbedi. Bəxtsizlik tərəfi şu oldu ki, Cungo'nun mecburlaş karakterlik emgeki Gərb dünyasının təminləşliyesi kirib geldi. Cungo Kompartiyası Şinjan'da, yani müstəmlik Uyguristan'da overel şekillik devlet nazaret kılış sistemini kurup çıktı. Ve Cungo'nun her kaysi cayları da tədirici umumlaştırdı. Hatta tekama osal bolğunu şu oldu ki, Cungo'nun nazaret kılış esvapları allakaçan eksport kılılgan tuvarga boyum gaylandı. Reis şehrmen mındak görsetti. Dünyada hazır en zor kişilik hukuk körzisi Cungo'nun zoravallığı karıştırış nikabasıdır. Körzisi Cungo'nun zoravallığı karıştırış nikabasıdır. Şinjan'da Uygurlığa ve başka Müslüman assallıkla kartılgan bastırış hareketidir. Bir abzasa kayta okuyma vatandaşım. Reis şehrmen mındak görsen. Dünyada hazır en zor kişilik hukuk körzisi. Cungo'nun zoravallığa karıştırış nikabasıdır. Şinjan'da Uygurluğa ve başka Müslüman assallıkla kartılgan bastırış hareketidir. Cungo Kompartiyası del hazır Uygurların medeniyetini ve dini itikadını yoktuş için hareket kılıvatıdır. Kem degende 1 milyon Uygur halkı belki onundan mı köp Uygur halkı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministerliğinin bir nefer emeldari körsetkendek yığıp eleş lagerlarga nazarband kılındı. Yığıp eleş lager mı emes mi? Berber bu lagerların mıhlık bilen yani tikellik bilen korşalgan nazarband kılınğalla bu yerden ayrılalmaydı. Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası kanullaya makıllap bir hafta ötmey. Cungo Şinjan Uygur Abdunum Rayini haftanın yanımız temlik Uyguristan. Haftanın 1. günü 12. ayının 9. günü yani 12. ayının 9. günü bu muhbirlik yapıcı mı? Muhbirlerini kütübeli şiğin ötküzüp terbiyeleş lagırdaki okuğuçula okuş bitirdi. İhtiyari kilit kitap okusu buludu dedi. Pensilvanya Amerika'nın bir ştatı. Cumhuriyetçiler Partisi'nin azası Avam Palata azası Barry Scott. Amerika Ovaz'dan ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Haberlerge dikkat kılıvatımız. Men elbette Cungo'nun Uygurlarını nazarband kılıç siyasi koşulmayman. Men tekemi köp bu doğruda uçur igelleşini ümit kılıman. Men mındak hesaplayman. Cungo bizden meydanımızda bilişi gerek. Biz nöbet vaka kişilik hukuk krizisi yakındığında kılıvatımız. Geçirinler, biz bu vaka yani kişilik hukuk krizisiga yakından dikkat kılıvatımız. Biz bu doğruda tekimi köp hizmet kılışını halayımız. Biz itiraf kılgan ameli ahvalla biz oylagandık. O sal bulup çıkıdığalı bolsa.
çekitlik baş Didi Barry Scott, Avam Palata azası Taat Yahov'unda ko'rsatdi. Davlat Majlisi Jungo amaldorlarni o'xshash sabablar bo'yicha embargo qilish qonun loyihasini o'tirg'i chiqardi. Bunda harakat Jungo hukumatining harakatlarini o'zgartirishni maqsad qiladi. Agar natija bermaydigan bo'lsa, Davlat Majlisining kelarki qadami ma'muriy organlarning qonun loyihasidagi embargo qilish mazmunini ijro qilishni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Kishilik huquq kunida Prezident Trump kishilik huquq kunini e'lon qildi. Davlat ishlohoti Mike Pompeo bayonot e'lon qildi. Kishilik huquq tashkilotlari Xinjiangda Uyg'urlarning kishilik huquq ahvolini doklad qildi. Yuqorida ko'rib o'tdik. 12-oyning 10-kuni xalqaro kishilik huquq kuni. Bu kunda Prezident Trump'dan uqtirish e'lon qilganligini ko'rib o'tdik. Shundaqli davlat ishlohoti Mike Pompeoning bu kishilik huquq kunida to'xtalganligini asosligi Xinjiang va boshqa dunyoning boshqa joylarida kishilik huquq voqealari to'g'risida to'xtalganligini ko'rib o'tdik. Demak, mushaqqatimdan aytganda hozir xalqaro jamiyatning Uyg'urlar masalasi va Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq ko'rgisiga qanday diqqat qilayotganligini, qanday markazlik oldi diqqat qilayotganligini. Bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlohoti Mike Pompeo, Amerika Qo'shma Shtatlari diniy vazorat valisi Brownback, yana boshqa senator yo'qol nima dedik? Avam palatasi, Osiyo Tinch okean komiteti, Osiyo komitetini va Osiyo komitetining raisi Sherman, shundaqla Taat Yahovning so'zlagan so'zni bir abzas, ikki abzas so'zini ko'rsatdik. Nima dedi? Biz hozir shundaq krizis davrida bo'lsak, Uyg'urlar masalasining kishilik huquqdan krizis kirib qolganligini tilga ilib olsak, xalqaro jamiyat asosiy jihatdan sukut turdi. Hatta bir necha davlatlar o'tirg'i chiqarmasdan 7-oyda yuz bergan 50 davlat Jungoning kishilik huquqini qo'llamoq, kishilik huquq to'g'risidagi ko'z qarashlarini qo'lladi, jazo lageri yoki yig'ilish lagerini qo'lladi deb aytdi. Bu balki butun dunyoga berilayotgan signal bo'lishi mumkin. Yoki ularga haydakchilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Taat Yahov san'atni va Avam palata a'zosi. Demak, Uyg'urlar mana shu yerda hozir endi o'tganda 2-kuni, 12-oyning 2-kuni Avam palatasida ma'qullangan 7 ovoz bilan ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuni endi senatorga keldi. Men boshda aytdim, vaziyatda jiddiy o'zgarish bo'ldi. Bu o'zgarish hozir Amerika Qo'shma Shtatlari boj elishni qisqartirish va shundaqli yemidan 15-kuni qo'yiladigan bojni amaldan qoldirishni qaror qildi dedi. Jungo zada nima-nimada yo'l qo'ydi. Amerika qanday ahvolda kamchilik qildi. Bu oldimizdagi ishlar. Bugun sizlar leksiyadan keyin muhokama qilib berishimiz lozim edi. Siz ko'ryapsiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisidagi kelishim, savdo kelishimi imzolashdan bir kun ichida bir necha qatim o'zgarib turayotganligini ko'rdingiz. Shunga nuqtada qoldi yoki muqim bir logikalik tahlil qilishga mumkin bo'lmaganligi uchun 2 kun degidek sizlarga muhokama qilib beramiz vatandoshlar. Endilikda Yoqub Bey'den bir abzas nima, bir parça leksiya o'qimiz. Davomini anglaysizlar vatandoshlar.